Leksiyalarımızı tamamlaştırmamız hürmetlik vatandaş bugün çislağa 2021 yıl 8. ayının 29. günü. Endiki vədən bu içəlik başlıqı müşünün münasibetlik iki parça leksiya. Amerika-Cüngo münasibetleri ciddilişip turğan müşündaq bir peytdə. Amerika-Cüngo hərbi tərəf yuqarı qatlam rəhbərləri uçraşdı. Mavzulu xəbər 8. ayının 28. günü Venvitor betidi ilan qılında xəbər. Bundaq başladı. Amerika armiyasının bir tane hərbi parxodi ve yana bir tane deniz saxçı çarlaş parxodi 27. günü Tayvan boğazından üzüp öttü. Bu Washington'un adatdagidek qatnash bilan üzüp ötüşünün yeni bir qatimlik hareketi idi. Çünkü dikkat vatandaş bir yerde hərbi parxotlar ötüp geldi o. Her bir prezidentler davrida ötüp geldi. Bunu koyup duraylı. Bugün hərbi parxotun Tayvan boğazı ötüşüge hərbi saxçı parxoti qoşuldu. Bunun ma'nosini hürmetlik vatandaşım memuriyet degan gap. Tayvan boğazıda memuriyet degan gap. Xitoy sakrab ketdi vatandaşım. Qatnash bilan üzüp ötüşning yeni bir qatimlik hareketi idi. Şundaqla ishki hərbi parxotning Tayvan boğazıdan tuyuqsiz üzüp ötüşü idi. Yani Prezident Joe Biden davrida. Beijing taraf arqadilla tığ degidek Şarkı Dengizde birleşme çarlaşma manevri ötkazdi. Bir nefer Amerika amaldori 27. günü mundaq aşkarıldı. Prezident Joe Biden'ın devlet müdafaa yuqori darajalik amaldorlari tunji qatim Jungo Partiyasi harbiy taraf bilan suhbat o'tkazdi. Tunji qatim Jungo Partiyasi harbiy taraf bilan suhbat o'tkazdi. Suhbatning mazmuni ikki davlat o'rtasida xatarlik harbiy ishlarni tizginlashga markazlashdi. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Suhbatga qatnashgan 5 burjaklik binoning yuqori darajalik amaldori muavin yordamchi minister davlat mudofaa ministri Michael Chess o'tgan hafta Jungo ozodlik armiyasi xalqaro ishlar hamkorlik idorasi muavin mudiri general Hua Shuping bilan suhbatlashdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Kun sayin jiddiyleşiyotgan Amerika-Jungo münasibetleri Tayvan ve Jungo'nun kişilik hukuk hatırasından tartib Janubi Jungo dengizi harbiy kengaymichilik qilishigacha har qaysi taraflarda jiddiyleşish boshlandi. Navbatda Beijingga qarshi turish Amerika davlat bexatarligi siyosatining yadrosi bo'lib shakllandi. Diqqat. Növbette Beijing'e qarshi turish Amerika davlat bexatarligi siyosatining yadrosi bo'lib shakllandi. Prezident Joe Biden hukumati Jungo bilan bo'ladigan raqobat munosabatlarini o'sha asrdagi eng zo'r geopolitik sinov deb ko'rsatdi. Biroq garchi ikki tarafning munosabat vaziyati jiddiyleşken söz iboralar orqali o'zaro qattiq elishayotgan bo'lsa-mu, Amerika harbiy taraf amaldorlari uzundan beri Jungo harbiy taraf bilan echib etilgan aloqa munosabatda bo'lishga izlanib keldi. Bu orqali yoshirin to'qinish va to'qinish omillarini pasaytmoqchi bo'ldi. Amerika deniz armiyasining harbiy parxotlari va deniz soqchi topchi parxotlari Tayvan boğazıdan üzüp öttü. Jungo taraf xarakteri intayin hərəkət bu dedi. Mavzulu xabar 8. ayının 28. günü Amerika ovozinin Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Demak, yuqorqi harakatga Jungo taraf bayonot e'lon qilib, intayin xarakteri ig'ir harakat bu dedi.